Agar men 10 ming dollar oladigan bo'lsam, yiliga qancha qo'shib qaytaraman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dollar qo'shib qaytarasan. 790 dollar qo'shib qaytarasan. Xo'p, 30 ming dollardan boshlanadi ekan. Oylik to'lovlarni tanishtirib chiq. Agar 30 ming dollar oladigan bo'lsanglar, oylik to'lovlar 698 dollardan. Agar 40 ming dollar oladigan bo'lsanglar, oyiga 930 dollardan. Agar 50 ming dollar oladigan bo'lsanglar, 1163 dollardan. Agar 60 ming dollar oladigan bo'lsanglar, oyiga 1396 dollardan. Agar 70 ming dollar oladigan bo'lsanglar, oyiga 1628 dollardan. Agar 80 ming dollar oladigan bo'lsanglar, oyiga 1861 dollardan. Agar 90 ming dollar oladigan bo'lsanglar, 2094 dollardan. Agar 100 ming dollar oladigan bo'lsanglar, oyiga 2326 dollardan. O'rtoqlik 7-9% dan qoldiq summada chiqaramiz. Bularni olish uchun nima qilishingiz kerak? Xo'p, o'rtoqlar, bu sizlarni misol 30 ming dollar olsanglar, mana shu oylik to'lovinglar bo'ladi. 100 ming dollargacha ko'rsatilgan, eng kam 30 ming dollardan boshlanadi. Bu pullarni olish uchun garovga turar joy, noturar joy qo'yib bemalol olsanglar bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatining ayrim joylaridan qabul qilamiz o'rtoqlar. 7-9% qoldiq summaga bu yiliga qo'shiladigan foizni. Oyiga emas, adashmanglar. Nomer qoldiraman, telefon ko'rasizlar.